Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar, aziz yurtdoshlar. Yakuniga yetgan hafta partiyamiz uchun amaliy tadbirlar hamda forumlarga boy tarzda o'tdi. Ularning qisqacha tafsiloti bilan tanishtirib o'tamiz. Joriy haftada partiya markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev partiyamizda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni oldidan tashkil etilgan tabiat va ayol hayotini asrovchi ikki muqaddas qudrat deb nomlangan tadbir, shuningdek Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida o'tkazilgan yosh tadqiqotchilar forumida ishtirok etdi. 2-mart kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab hamkorligida ekologiya sohasidagi faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari va faol yoshlar ishtirokida barcha harakatlarimiz yashil kelajak uchun shiori ostida nufuzli forum tashkil etildi. 3-mart kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda fraksiya a'zolarining saylov okruglarida o'rganishlari yakunlari ko'rib chiqildi. Shu sanada partiyamiz Sirdaryo viloyat kengashi tashabbusi bilan Guliston tumanidagi Sayxulobod mahallasida "Biz inson va tabiat uyg'unligi tarafdorimiz" shiori ostida plogging aksiyasi ham tashkil etildi. 4-mart kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati Nodir Yusupov hamda O'zbekiston Ekologik partiyasi Toshkent shahar kengashi raisi Sevara Fayziyeva Sergeli tumanidagi Ezgulik mahallasida joylashgan 593-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida yaratilgan shart-sharoitlarni o'rgandi. O'rganish jarayonida ta'lim sifati, oziq-ovqat ta'minoti, bino va isitish tizimi, texnik vositalar holati ko'zdan kechirildi. 447 nafar bola tarbiyalanayotgan muassasada ovqatlanish sifati va ta'lim jarayonlarini ijobiy baholandi. 5-mart kuni Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan partiyamiz markaziy kengashida ayollar yetakchiligi va ekologik siyosat mavzusida talaba qizlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, O'zbekiston jahon tillari universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi akademik litsey, Renessans ta'lim universiteti talabalari, shuningdek partiya qoshidagi yoshlar qanoti faollari hamda yoshlar parlamenti a'zolari ishtirok etishdi. 6-mart kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Sherobod tuman partiya tashkiloti tomonidan yoshlar o'rtasida ekologik madaniyatni oshirish maqsadida navbatdagi targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Tumandagi Barkamol avlod bolalar maktabida tabiat va inson uyg'unligi mavzusida foto ko'rgazma hamda targ'ibot uchrashuvi o'tkazildi. Aziz yurtdoshlar, yaxshi kunlarda O'zbekiston Ekologik partiyasi tashabbusi bilan yangi amaliy loyiha Tabiatga ehson boshlandi. Ushbu ezgu tashabbus doirasida mamlakatimiz bo'ylab 12 turdagi daraxt urug'lari aholiga beminnat tarqatilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi yurtimizda yashil hududlarni kengaytirish, ekologik madaniyatni yuksaltirish va har bir fuqaroni tabiatga daxldorlik hissi bilan yashashga chorlashdir. Tabiatga ehson bu nafaqat daraxt ekish, balki kelajak avlod uchun sof havo, soya, salqin va go'zal muhit yaratishga qo'shilgan hissadir. Keling, tabiat uchun birlashaylik.